Qizlar, hozir men sizlarga o'sha o'tgan safar ham bitta kino aytdim. Bu safar ham sizlarga judayam zo'r bitta kino topib keldim. Undan oldin aytib o'tib ketaman. Ekranimdagi kiyimlarim Homisa Silhouette Basics, sizlarga katta rahmat. Va bugungi kino sizni moda haqidagi fikringizni umuman o'zgartirib yuboradi. Siz balki bu kinoni ko'rgansiz, lekin bu kino umuman reklama qilinmaydi. Bu badiiy film emas. Bu realiy hujjatli film. Ya'ni moda o'zi nima? Mana siz haftasiga almashtiradigan, kerak bo'lsa ozgina dog' tegsa ham tashlab olib yana sotib oladigan futbolkalaringizni kim tikyapti o'zi? Aslida modani asl narxi qancha? Kim sizni boshqaryapti? Va siz nima kiyapsiz? Bu kiyimlar qanday sharoitlarda tikilyapti? Kimning mehnatlari evaziga? Bu kinoni ko'rganingizdan keyin ishonamanki, agar siz shapagolik bo'lsangiz, siz bu odatingizdan menimcha 90% ga voz kechasiz. Shapagolikni to'xtatasiz. Agar haqiqatda qaysi kinoga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kino so'zini yozib qoldiringlar. Men mana shu kino joylangan kanalim linkini sizga tashlab qo'yaman.